Assalomu alaykum bo'lajak kelinlar, shodmisizlar? Hozir sizlarga 300 ml kelin sarposetini afzal qilib beraman. Bularni olib kiyimlarga moslab xo'jayinlarning ko'zini yondirib berasizlar. Birinchisi mana shunaqa shokildog'li qizil diademamiz ziriklari bilan. Ikkinchisi shunaqa bug'doyli nejniygina yashil diademamiz kundalik kiyimlarga rosa ham mos tushadi, bu ham ziriklari bilan. Uchinchisi shunaqa oq qora lotka bilan ishlangan neobычный diademamiz ziriklari bilan. To'rtinchisi o'zim juda ham sevadigan malina kapaleli diadema ziriklari bilan. Kundalik kiyimlarga rosa ham mos tushadi. Aytib qo'yi 100% to'la oldindan. Beshinchisi shunaqa novotarang toshli shokildog'lari bor gulli diademamiz. Hijobliklarga ham shunaqa asal turadi, ro'mollar bilan taqqaninglarda hamma kiyimlarga mos. Oltinchisi shunaqa trenddan tushmaydigan moviy bug'doyli abadogimiz bejirim ziriklari bilan. Va eng oxirgisi 7-si novinkamizdan biri bagat turadigan ranglarini tanlasanglar bo'ladi, hijobliklarga rosa ham mos.